Assalomu alaykum milliy kotol kuzatuvchilari. Bugun xudo xolasa 25-avgust navbatdagi 30 kilovatli kotolimizni xudo xolasa Andijon shahriga dastlab beryapmiz. Kotolimiz 3 fit qilingan kotolimiz xudo xolasa 40 kilo zapravka bilan bir sutkaga yetib beradi. Kotolimiz ochiq sistemaga moslangan, 3 lista yasalgan. Va navbatdagisi esa 20 kilovatli kotolimiz, bunisi 20-25 kilo zapravka. Bu ham 3 lista yasalgan, usti 3 fit qilingan. Bunisi 6 ariqqa eski arab qishlog'iga xudo xolasa. Bunisini narx mashina qiladi. Tekimizda davom etyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'ttiz kilovatli kotolimiz xudo xolasa Andijonga, mana shu Fayzli xonadonga xudo xolasa yetib keldi. 30 kilovatli kotolimiz xudo xolasa mana Andijon shahriga yetib keldi. Mana shu Fayzli xonadonga xudo xolasa tog'amiz xonadonlariga, xo'sh tog'amiz. Ilohim yaxshi kunlarga maza qilishlaring tog'a, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Santexniklarimiz Andijonda. Mana yana bittasi. Charchamasizlarmi? Sog' bo'linglar.